Do'stlar, sizlar bilan bugun o'sha Red Boy. Bugun sizlar bilan imperiya quramiz. Qanunda let's go. Boom! Qo'yib biz o'zimizga kerakli bloklarni oldik. Qanunda let's go. Imperiyani qurishni boshlaymiz. Let's go! Mana do'stlar, uzunligi shuncha mana do'stlar, normalniy husn yaratdik. Buni sal yana kattalashtirish kerak ekan. Buni normalniy kattalashtiramiz, keyin videoni yoqaman. Qanunda let's qancha do'stlar, bu kanalda ham FK Minecraft haqida videolar chiqadi. Chunki bu edit kanali, zo'r kanalda, короче. Hayır, hozir qurib bo'lganimdan keyin videoni yoqaman. Qanunda let's go! Bugun sizlar bilan mana bu yerga nima qurishni o'rgatib qo'yaman sizlarga. Mexanizmli eshik. Короче, ikkita blok qo'yamiz. Let's go. Ikkita oyna qo'yasizlar do'stlar, mana bu yerga. Mekkem ikkita oyna. Bundan давайте, let's go. Bu yerga va bu yerga. Ana do'stlar, endi men bu вообще ajoyib eshik bo'ladi. Videoni 5 minutga qatirib turaman, keyin narsani topib qolaman. O'shandan keyin qo'yaman. Mana do'stlar, narsani olib oldim. Endi buni sekin qamaydi. Bunday qilib olamiz. Sekin qo'yib chiqasizlar. Qaranglar, qanday qo'ygan bo'lsam faqat o'shanday qo'yinglar. Bo'lmasam bo'lmaydi, yaxshi o'xshamaydi. O'xshash kam foiz bo'ladi. Bunday bossalaring yopiladi, bunday bossalaring ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Mexanizmli eshik bu. Mazza qilaman narsani ko'ring. Wow. Hattoki metagisi ham yopilsa kerak, onasini ham endi qilib kiramiz. Obunachilar, bichib qo'yaveramiz. Qanday let's go! Bu yerga ham yoritib qo'ydim. Ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qanday let's go! Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan o'sha turli xil o'yinlar bo'ldi. Qanday let's go! Xayr hammaga do'stlar.